Avvalambor assalomu alaykum. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli Chorvaga Barak kanali obunachilari. Va bizning kanalni muntazam kuzatib borayotgan tomoshabinlar, bugun hafta kunimizga shanba 12-aprel 2024-yil. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida o'zimizni xonadonda qo'zilarni, udallaridan, go'zallaridan olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari bo'lsa shu videolarni jo'natib, bittadan tirsilatni like bosib, kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib, xolis fikrlarni bildirasizlar. Qani video qarshisiga yaxshilab joylashib o'ylang, bo'lsa biz videolarni boshlaydik. Xo'p, hurmatli obunachilar, yangi partiya qo'zilarimizga 41 bosh kelgan ekan, 40 boshga pul sanaverasizlar. Xudo xolasa, qo'zilarimizni yeb ichishlari hamma yo'g'i sinaldi, bexijolat. Ko'chatlar udallardan kelgan. Eng qizig'i ko'p qo'chqor. Ko'p qo'chqor hammasini qulog'i butun. Mana suvlarni qo'yib qo'yganmiz. Xudo xolasa, hammasini sifatlari, ko'chatlari, udarlaridan, go'zallaridan, lobarlaridan kelgan. Ko'ryapsizlar mana qo'zilarni holatlarini. Mana bir bobedani qo'yib berganmiz, hammalari yeyishyapti. Xudo xolasa, yeb ichishlari sinaldi. Bexijolat. Endi bularni to'g'ri gap bitta odam olib maza qilib boqadigan xonasi keldi. Ko'pchilik so'rayapti, mana shunaqa go'zallaridan, udallaridan kelsa ayting deyapti. Mana endi bugun olib keldik. Xudo xolasa, bittadan like bosishlar dedim mana. Sizlar bittadan like bosib, kanalimizni rivoji uchun o'z hissalaringizni qo'shib tursangiz, biz shunaqalardan olib kelishda charchaymiz. Xudo xolasa, go'zallaridan olib kelaveramiz. Mana. Bittadan like arziyotgan bo'lsa, bittadan tirs urib qo'yamiz. Xo'p, soniga 41 boshdan 40 boshga pul berasizlar, bittasi bon. Endi buni narxini ayting deyotganlarga like bosdingizmi, jigar mana. Bittadan like bosgan bo'lsangiz, narxini aytamiz. Xudo xolasa. Buni ko'ring. Bularni ko'ring. 2 million so'mdan o'zi to'g'ri gap, bunaqa qo'zilar joyida ham bermayapti. 2 million so'mdan joyida ham yo'q. Bizdan eshitildingizmi? 2 million so'mdan hammasini bir joyga olganga 40 taga pul sanaysiz, bittasi bonus. 40 taga pul berasiz, bunaqa bonuslari bor bitta. 41 boshga 40 taga pul sanaydiganlar bo'lsa, 2 million so'mdan hammasi bir joyga ketdi. Bo'ladigan narxi yaxshilab o'ylab ko'rib, maslahat qilib ko'rib, keyin bemalol telefon qilaverasizlar. Chunki bu qo'ylar YouTube'da sotilishi shart emas. Bozorda buni 2 ta bering, 4 ta bering, 10 ta bering qilib talamon qilib yuboradigan xonasida bu qo'zilarimiz. Endi qiziqqanlar bo'lsa, ishqibozlar bo'lsa, sotaveramiz, lekin Xudo xolasa ko'rib turibsizlar qo'zilarni, danaylaridan, udallaridan kelgan mana. 2 million so'mdan qadrli obunachilar. Qiziqqan ishqibozlari bo'lsa, pastdagi raqamlarga darhol aloqa qilaverasizlar. Ulgurib qoling deydi-yu mana. Buni pardoz-mardozlik hech nimasi bo'lgani yo'q. Keldi-yu mana chiqarilgan. Eng kichkinalari ham mana. Endi to'g'ri, hammasini bir joyga olgani to'g'risi kimdadir imkoniyat bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Ichidan 1 million 800 dan bo'lsa 10 tasini o'zim chiqarib ham beraman. 10 ta chiqarib bering siz, 1 million 800 ming so'mdan chiqarib beraman. Endi tanlab olaman siz, bitta 3 millionlik qo'zilar ham bor. Masalan, mana sarg'lar, 3 millionlik qo'zilar. U ham ichida ketaveradi. To'g'risi, arzon kelgan, arzon qo'yyapman. Endi shunga ham bittadan like bosib, o'z fikringizni xolis bildirmasiz endi. Bu qo'zilar ko'ring. Asosiysi hammasi qulog'i butun, hurmatli obunachilar. 2 million so'mdan bo'ladigan narxi, mayli xayriga dastavkasini qilib beraman. Mana shu vodiy bo'ylab bo'lsa, 2 milliondan hammasi bir joyga bo'lsa, dastavkasini qilib beraman. Qo'chqori nisbatan ko'proq, sog'lig'i ozroq. 41 ta bo'lsa, qo'chqori ko'proq. Mana ko'ring, shikalat variantlaridan kelgan, xudo xolasa. Eng kichkinasini ham misol uchun 2 million so'mga ola olmaysizda. Eng kichkinasini ham misol 2 millionga bermaydi.